13-yanvar o'rtog'i 2026-yil Toshkent tumani Fozilovga kelganmiz. Buqacha ishqibozlari bormi? Ani ozg'inroq bo'lsa ham, yedi ishtisi zo'r, sog'lom, zoti bo'lsin, uzoqroq boqishga deb qidirgan akalarimga mana ikki bosh yaxshi rossiyskiy buqachalarni sodiga qo'yib beramiz. Yurg'iz, to'laganizgina. Lekin arqonga tushmagan ekan jonivorlar. Bo'ladi. Yurg'iz, uzunroq qil, uzun qil arqonini. O'rtoqlar, hozir sizlarga bu yoqqa olib ketib qolma. Chiroyli qilib molni ko'rsatib beramiz. Ikki bosh yaxshi sifatli rossiyskiy buqachalar sodiga qo'yganmiz. Narxi sifati ma'qul kelib qolsa, yurg'izur. Telefon qilib, yur jonivor. Aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar. Mana, yuruz. Bo'ladi. Aha. Xo'p. To'lagan do'stimiz taniysizlar. Xunajillarning liderlarini Toshkent shahar Qoraqamish Tansiqboyevdan chiqarib boryapti. Xabaringiz bor. Hozir mana hashardamiz. Xudo xolisa akamiz o'zlari syomkaga tushmay qolganlik o'zlarining qo'ylaring deganlariga o'zimiz chiroyli qilib obzorini olamiz. O'rtoqlar 1-2 kun oldin mana shunaqa buqachalarni shu zotdan sherigini to'laganni o'zidan chiqargan edik. Sotilib ketdi va sotilib ketdi. Mana shu sheriklari. Shuni sheriklari. Bu galishtenmi, rossiyskiymi bu? Rossiyskiy galishten buqa qo'yilgan bular. Gibrid. Ham, boshqasi ham. Aha. Oqsil masalalarchi, sal yurg'izcha yig'ilib turibdi mol. Oqsil unaqa narsalar. Aha. Hamma mol o'zi 100% o'tib bo'ldi-yu, oqsillardan. Oqsillardan bexavotir. Oqsilda bo'lsa, bo'l, uzun. Bo'l, yurg'izib gapirur. Voy jonivor. Mana. O'rtoqlar. Endi arqonga tushganda bular. O'rtoqlar, bu mollar yaqinda o'zi fermadan chiqqan, ani qatdan chiqqanini indamay nima qilib qo'yur, boqishga olingan edi deb aytishgani uchun o'tdan betdan deb aytib o'tirmaymiz. Bor holatida mana mashina ko'rsatib beramiz. 7 ishtilari yaxshi. 7 ishtilari hammasi zo'r ekan, ko'rdik. Aha. Xudo xolisa, ochsa baraka topishadi. O'rtoqlar, hozir bitta narx qo'yib chiqarib beramiz. Shu 1 oylik, 2 oylik sut emdilarning narxi shunaqa narxdan chiqyapti. Bu sizlarga уже sutdan chiqqan, ovqatga kirgan variantidan orqalari keng. Faqat aybi shu vitaminlarni qilib yedirib ichirib sababini qilsanglar bo'ldi. Mollar juda ham ani usulini zo'r boqilmagan, lekin sog'lomliklari zo'r. Ha, sog'lomliklari zo'r ekan. Hop, narxi necha pul to'lagan? 16,5 kami bor. 16,5 million? Kami bor. Gap bo'lsin bilas mana. Chunki bu sherilarni olib borib uyda boqdik-ku. Aha. Yevichlar va zo'r edi. Buni ham yevichlar zo'r deyaptilar. Aha. Begona emaslar, o'tgan okamizda. O'rtoqlar, mana hozir mana shoxdorroq bo'lib turganiga uni jaydar mollar bilan adashtirmaysizlar. Mol o'zi tushunadigan akalarimiz bittada ko'rib menimcha hisobligini qilishadi. Yurg'izgin bu yoqqa. Mollar sifati zo'r. Faqat aybi ozg'inroq. O'najillari yo'q-a hozir bularda. 16,5 million. Hop, narigisini ham ko'rsatamiz. Hop, buni hozir Instagramga video qilib turib, keyin bunisini ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu mana ikkinchisi. Narigisini ko'rsatdik. Bunisi sal tetikroq ekan bunisidan. Lekin ikkalasini bir joydan oladigan akalarim maza qilishar ekanda. To'lagan. Bunisi necha pul? Bunisi 17 million kami bor. 17 million kami bor. O'rtoqlar, bu 1 oylik, 2 oylik buzoq emas. Bu uje bemalol boqishga tashlaydigan variantlardan. Bo'ylari 1.20 chiqib qoladi. 20 chiqadi. 15 dan kam emas-da o'rtoqlar. Yana o'zingizlar kelib ko'rasizlar. Toshkent tumani Fozilovdan okalar. Mana. Uzun qil, uzun. 17 millionga 16,5 million, ikkalasi 33,5 million kami bor. Hademay xudo xolisa bittasini o'zi 33 milliondan bo'lib qoladi. O'rtoqlar, jaydarmonlar bilan solishtirmaysizlar. 100 fermadan chiqqan narsalar. Xudo xolisa sababini qilib yedirib ichirib qo'ysanglar, kuniga o'zgaradigan narsalar. Ha, to'lagan? Muammosi yo'q-a? Muammosi yo'q ekan. Oqsil-poqsillar. Aybi og'ruvda bu. Shoxlarni kuydirishmaydi, boshqa qilishmaydi. Hop. Aslida g'onajinga Jillari yo'q-a, to'lagan bular. yo'q, g'onajinlarni sotishmaydi, faqat buqalarni. Faqat buqalarni sotiladi fermada. Bo'l. Qaysi nomer qoldiramiz? O'zal nomerlarini, dehqonni nomerlarini qoldiramiz. Aha, nomer e'tiboringlar, nomer 97lik 767 1636 nomerga qo'rasizlar. Salomat bo'linglar o'rtoqlar. Mollarni qisqacha qilib ko'rsatib berdim. Qolgan ma'lumotlarni akamiz o'zlaridan olurasizlar. Srochniy tavsiya qilaman akalar mana. Menimcha narxlari yomon bo'lmadi. 17 millionga 16,5 million. Mana.
Video yoqsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Undan keyingi videolarni ham chiqarib boramiz. Bugungi xudo xolisa 2-3 ta videolar. Ana, jonivor ketdi.